sizlarni bu qilayotgan yo'nalishinglar baribir O'zbekiston uchun yangi. Shu narsani bugun pulimni tikayotganimda mana Imanum loyihasiga kirsa sertifikatlarni bemalol ko'ra oladigan insonlar qayerdan ko'radi, nima qiladi, shunga o'xshagan va siz bo'lasizmi, balkim Waytu bo'lar, balkim ertaga o'nlab bunaqa narsalar chiqqanda mana mana buni ko'ringlar yoki loyihasidan ilovasidan ya'ni standart must have hujjatlar deydigan ma'noda bitta sanab bersangiz bu ham o'ziga yarasha bilim bo'lib qoladi. Juda to'g'ri aytasiz. Board dedingiz, navsavet dedingiz. Eng asosiy o'sha komandani, menejmentni, kompaniyani organi hisoblanadi navsavet. Bizda nafaqat O'zbekistonda men Murod aka, balki Qatardan Habibullo aka plus yana ikkita qatariy inson qo'shilgan judayam katta mutaxassislar. Bundan tashqari o'sha siz aytgan uchinchi shaxslar, uchinchi tekshiruvchi organlar, shar'iy kengash, внутренний audit, undan keyin уже menejment. Direktorlarga ham, menejmentga ham hokazo. Shularni albatta shaffof ko'rsatganmiz ochiq tarzda. Ilovada bormi? Bemalol xohlagan Veb-saytimizda bor. O'sha ссылkalarni qoldirishadi. Ko'p chiqsa bo'ladi. Zo'r.